Dilola Unidar salonidagi barliq omoq do'stlar, kechliginglar xayrli bo'lsin. Bugun omoqlarim cho'chak anglaymiz deb taqozolik bilan meni saqlab o'tadigu deyman-a. Undaqda men omoqlarimni taqozo qilmay, darhol sizlar anglab qolmaydigan, yana shu Uyg'ur xalq cho'chaklarimizni aytib beray-a. Cho'chak bilaman. Burunqi zamonda bir-biridan bilarman xotin bo'lgan ekan. Xotini eriga bir maslahat solsa, eri gapning tegi-tagiga yetmayla bilaman deydi ekan. Xotinimi erining gapi tugamayla bilaman deb turadi ekan. Bular bilarmanlikini uydila emas, yurt ichidami qilishga boshlabdi. Boshqalar bir narsa desalar, bilaman deb yuradi ekan. Kishilar bulardan zerikib, qandoqmi qutularmiz deb paranglashivasa, yilqi bilaman kelib qilib. Bilaman, sizlar bekorlik quruq gap qilib o'ldirsizlar deb gapning beliga tepadi ekan. Shuning bilan o'zi bilgan yo'lga ketadi ekan. Bir kuni bilarman bozorga beribdi. U yoq bu yoqqa mengib mol ko'ribdi. Bir buvay o'z loyiqida xaridor chiqsa sotarman deb bir chaponni ko'tarib yuribdi. Bu chapon buvayga 4-buvisidan qolgan ekan. Bu chaponning xislati uch chaponim desa uchidi ekan, chush shaytonim desa tushidi ekan. Bilarman boy buvayni ko'rib qishqirib so'rabdi. Bu chaponni sotamsan? Sotaman taqsir. Sotadiganingni bilaman. Dabdi qo'liga elib ko'rib, ko'ngliga yoqqandan keyin, "Bahosi qancha?" "Bekorga berishning o'rni yo'q taqsir. 10 tanga bersizlar." "Poh, sening baho qo'ydiganligingni bilaman. Bozor degan ochiq gap bo'ladi. 4 tanga beray." Boy 9 tangaga tushibdi. Bilarman boy 5 tangaga chiqibdi. Atrofdagilar 7 tangaga salo qilib qo'yibdi. "Sizlarning 7 tanga qilib qo'ydiganinglarni bilaman. Uningda qimmat bo'lib ketadi. Ma'qul, 5,5 tanga bo'lamdi." Bilarman boy temirda qattiqlik qilib 6 tangaga oldi. Pulni sanab berib boyga. "Sening 6 tangani ko'zlab turguningni bilaman" debdi. Boy "Taqsir, bu chaponning bir xislati bor" deyishiga gapni kesib. "Bilaman, chapon deganing nima xislati bo'ladi?" debdi. Boy yana "Yo'q, gapimga quloq solsizlar. Bu chaponni kiyib, uch chaponim desalar uchidi. Tushadigan chog'da." Boy so'zni tugatgicha bilarman boy yana gapni tortib elib. "Bilaman, bilaman. 6 tangalik chapon albat uchudi-da" deb gapning oxirini tingishmayla chaponni qo'ltiqlab uyiga ketibdi. Uyga kelib, "Ey xotin, hoy, bolaning onasi, men bir chapon ilib keldim." "Ha, nima deylar? Bozorga borgandan keyin chapon ilib keldiganliklarini bilaman" debdi xotini. "To'xta, biz bu chaponni kiyib osmonga chiqib dunyoni ko'ramiz." "Voy, tozimi o'pdan chapon ekan-ku. Bundaq chaponning uchidiganligini bilaman. Qani, kiyib baqsizlar." Bilarman boy chaponni kiyib, uch chaponim deb tikan chapon tavrinib, asta ko'tarilishga boshlabdi. Xotini tuvanda turib, "Voy dadisi, tushishni unutib qolmisizlar" debdi. "Ey ahmoq, sen demisanmi bilaman" deb o'rlab ketibdi. Daraxt bo'yi o'rlaganda besh qiyib tushib ketmoqchi bo'pti. Tush chaponim desa tushmabdi. Undaq qilib, mundaq qilib zodi tushirolmabdi. Oxir bo'lmagandan keyin tuvanga qarab, "Voy xotin, meni tutib ol deb varqirabdi.
Xotini buni anglab o'z-o'ziga: "Bilman, seni men tutib olmasam tushunmaysan", deb eriga qarab do'ngmi-do'ng, tog'mi-tog' yuguribdi. Eri borgan siri o'rlab ketibdi. Xotini hasirab hömidab taqqa chiqayotganda puti seyrilib ketib, do'ngilab ketibdi. Toshdan toshqa so'qilib o'libdi. Eri bulutlarning orasiga kirib ketib yo'qolibdi. Xotinini ko'rolmabdi. Uchishni bilib, tushishni bilmagan degan tamsil mana shuningdan qolganmish. Umarxo'rim, bu chechakda nimani his qildinglar? Bilarmanlarning oqibati qandoq bo'ldi ekan? Ashu bilaman, hammani bilaman deb yuradigan shu bilarman xotinlardek bo'ldi ekan-a? Shuning uchun biz bu chechakdan ibrat elib, kamtar bolalardan bo'laylikmi? Kash bo'lib ketibdi. Ammis bugun baldur uxlanglar. Atim shu vaqtda Dillola unidar salonda ko'rishaylik-a? Tatlı tushlar sizlarga amra bo'lsin.